kilometr masofani bosib o'tib o'sha Damashq shahriga keldik. O'zi Damashqda 5 yulduzli mehmonxonalar juda ham ko'p. Yil atrofida Nuriddin Zengi rahimahulloh tomonidan qurilgan va ayni damda masjid holatida. Ayni damda men Damashq xalqaro aeroportidaman. Zero bu yerning holatini sizlarga tushuntirishlik uchun tillar ojiz. Men Idlibda yashayman. Shuning uchun Idlibdan Damashqqa qarab yo'lga otlandik. Bu yo'l M5, ya'ni M5 yo'l deyiladi. Suriya avtomobil arteriyasi. Bu yo'l Suriyaning eng muhim magistral yo'li hisoblanadi. U mamlakatni shimoldan janubga kesib o'tadi va Suriya ichidagi asosiy shaharlarga ulanadi. Bu yo'l Halab shahridan Suriyaning Iordaniya bilan chegaradosh yeri Dara shahrigacha boradi. M5 Suriya iqtisodiyotining umurtqa yo'li. U deyarli barcha yirik shaharlarga xizmat qiladi va mahsulot, yo'lovchi, sanoat yuklari aynan mana shu yo'l orqali harakatlanadi. Hozir yo'lda to'xtadik, ayni damda Saroqib shahardan chiqishdamiz. Akhi, assalomu alaykum. Kayfak? Bali vahid vasat mubayyin. Ay. Bu yerdagi qahva vasat mubayyin deymiz. Mubayyin degan narsa bor, shunaqa qo'shib beradi. Bu yangi mintaqa, fath bo'lgan mintaqalar tarafda yo'q bunaqa qahva, shuning uchun yo'lda ichib olamiz shunaqa. Sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Biz hozir Saroq mintaqasidan M5 yo'liga chiqdik. M5 yo'li haqida ko'plagan birodarlarimizda ma'lumot bo'lishlik kerak. Eskidan bu yo'llar mana bizning mintaqalar borki, O'rta Osiyo mintaqalari. O'sha yerdagi aholini hajga qatnash yo'li bo'lgan. Avtobuslarda mana shu yo'llardan qatnashgan va ayni damda bu ham bugungi kunda Suriyaning eng ahamiyatli ikkinchi yo'li hisoblanadi. Bittasi M4 bo'lsa, bu M5. Ko'rib turganinglardek juda ham bu yo'l gavjum. Mana hozir ko'rib turganinglarda bitta aholi ham ketyapti. Assalomu alaykum. من أين إلى أين تذهب؟ إلى ريف قناة تريمسي. إلى تريمسي؟ إن شاء الله. وين كنت عايش؟ مخيم قطمي. والله الله يبارك فيكم. Hozir mintaqalar fath bo'lib ketgandan keyin vaqtinchalik muhayyamatlar bo'ladi-ku, nima deydi? Palatkalar. O'sha palatkadan hozir butun yukini olib, bular Tremsi degan joyga ketyapti. Ya'ni aholi sekin-sekin uylariga qaytyapti. Qaranglar, hammasini yuklab olgan. Amin, amin. Bugun bu yo'l mana shunaqa mashinalardan juda ham to'la. Chunki aholi hozir kun issig'ida qaytyapti uyga. Endi sekin buzilgan, urilgan uylarini sekin-sekin tikkalaydi. Chunki tomlaridagi armaturalar, boshqalar Bashar Asadning askarlari tomonidan eskidan o'g'irlangan, boshqa qilingan. Shuning uchun ham endi vatanni tiklashadi. Yalloh, alaykum. Assalomu alaykum. Kofe ham tayyor bo'lgan bo'lsa kerak. Alloh barik fik. Bu yerda 10 TL ekan. Biz o'zimiz 15 TL. Bundan bu yog'iga turk lirasi ishlash qiyin. Bu yerda faqat Alloh ehtiyoji. Bundan u yog'iga Suriyaning o'zining lirasi ishlaydi. Yo'lda davom etamiz. Ko'pchilik qaytyapti. Ayni damda men Rastan degan joydaman. M5 yo'lini yonida joylashgan mana bu suv ombori, Rastan suv ombori. Va bu taraf esa Rastan mintaqasi, shaharchasi. Nima uchun bu yerga kirdik? Mana bu ko'rib turgan M5 yo'lining eng asosiy ko'prigi hisoblangan Hama Homs mintaqasining o'rtasida joylashgan mana bu ko'prik rus uchoqlari tomonidan bombardimon qilingan va ayni damda u yer kesib o'tishlik uchun nima deydi? Nosoz. Shuning uchun hamma hozirgi kunda ta'mirlash ishlari boshlangan. Internetda o'qigan ma'lumotimni aytaman, $5 million yoki 4 millionmikin shu atrofida talofat ko'rgan va hozirda mana shuni ta'mirlashlik uchun shuncha mablag' ketadi. Shuning uchun ham yengil mashinalar, mana shunga o'xshagan yengil mashinalar bu ko'prikni to'g'ridan-to'g'ri bosib o'ta olmaganligi uchun aylanib o'tishlikka to'g'ri keladi. Ular Rastan mintaqasidan aylanib o'tadi. Og'ir yuk mashinalari bo'ladigan bo'lsa, Salamiya mintaqasidan kelishlikka majbur bo'ladi. Ya'ni 3 kilometrlik masofa 30 kilometr masofaga uzaygan desak ham bo'ladi. Hozir dronlarda video olib ko'rsatishga harakat qilamiz.
Yaxshi ham dronimiz bor. Davay. Dron bo'lmasa ko'rsatish qiyin. Ket. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana 350 kilometr masofani bosib o'tib o'sha Damashq shahriga keldik. Lekin men videoni bu yerdan emas, ya'ni shaharni markazdan emas, Damashq shahrining shonli tarixi boshlangan yerdan boshlamoqchiman va sizlarga ham maslahat beraman. Damashqqa keldingizmi? Albatta birinchi bo'lib o'sha yerga o'ting. Inshaalloh hozir o'sha yerga boramiz va videoni o'sha yerdan boshlaymiz. Biz bilan birga bo'ling. Ekranga yaqinroq o'tiring. Damashq imperiyalar poytaxti. Dunyodagi eng qadimiy shahar. Shu bilan birgalikda islomning ilm va madaniyat markazlaridan biri. Mana hozir Babur Sharqiya mintaqasiga yetib keldik. Sizlar ko'rib turgan joy bu oddiy joy emas. Damashqni shonli tarixi boshlangan yoki boshlanishiga sababchi bo'lgan joy hisoblanadi. Bundan ro'parosa 1391-yilda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu boshchiligidagi islom lashkarlari aynan mana shu yerlarga saf tortadi. Nima uchun? Damashq fathini amalga oshirishlik uchun. Mana shunday buyuk joydamiz va fath ham aynan mana shu mintaqadan kirilishlik bilan bo'ladi. Buni video davomida sizlarga aytib o'taman. O'zi mana shu kirish joyidanoq bir tarixiy ruhni his qilasiz. Qaranglar. Tarixdan bu yerlar o'zi bilasizlar, o'sha masihiylarga tegishli bo'lgan va bu yerdagi Babur Sharqiya mintaqasini ham aksar qismi masihiylardan iborat. Ko'rib turganlaringizda nimani olsiz? Masjid shaklida qurilgan, lekin serkov. Va undan yana 200 metr nariyoqda esa musulmonlarning masjidi bor. Ya'ni eskidan mana shunday yashab kelingan. Ya'ni ba'zi birodarlarda tushuncha bo'lib qoladi-da. Musulmonlar bir davlatni olsa, islomiy bir davlat qilmoqchi bo'lsa yoki umuman bir shariat ostidagi davlat qilmoqchi bo'lsa, u yerdagi hamma kofirlar o'ldirilishlik kerak. Faqat u yerda musulmonlar yashashlik kerak degan tushunchaga ega. Yo'q, unday emas. Bilamiz, islom ularda, misol uchun bir yerga musulmonlar kirib borgan bo'lsa, tarixdan xristianlarning ibodatiga, boshqa narsalarga hech qachon to'sqinlik qilmagan. Balki hokimiyatni musulmonlar boshqarib, mana shunday shariat asosida boshqarishgan. Ko'ryapsizmi? Ajoyib bir tarixiy ko'chalar deb odam ko'rsanglar biladi-da, buni tarixiyligini aytish hojati yo'q. Va aynan shu Babur Sharqiyani minorasini tagidamiz hozir. هذول بيوت او دكانات؟ لا بيوت، هذول البيوت كلها عربية. بيوت عربية وكبيرة يعني. الله فيك. شوية جنبه. ايش هي ملامتس؟ Babur Sharqiya mintaqasidagi bunaqa bir ko'rkam joy. Yani tarixda aks ettirishgan, ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Eski nima deydi? Kamon o'qlari yoki qalqonlar, dubulg'alar, ajib. Bu rasmlarga qarang. Bu yerga ham qarasangiz mana. Nayzalarni qo'ygan, dubulg'alarni qo'ygan. Va chiroyli kafe qilib qo'ygan. Haqiqatan aylanib ko'rib ketadigan joylar. Chunki bu yerda islomni gurkiragan tarixi bor. Bu ko'rib turganinglardek tarixiy joylar. Eskidan bu yerdan masihiylar yashab yurgan. Men o'ylardim bu yerda faqat ortodokslar bo'lsa kerak deb o'ylardim. Hozir so'rasam, yo'q, bu yerda armaniylar, ortodoks, katolik va shunga o'xshagan qanaqa toifalar sanaverdi. Bular mana shunday mana shu mintaqada yashashar ekan. Va endi bu yerda musulmonlar ham bor. Va biz kuzatgan narsa, faddal. Thank you so much. Biz ko'rgan narsa yana bu yerda juda ham ko'p turistlar bor.
hozirgilar aytmadi qayerdanligini? Gollandiyalik turistlarni ko'rib qoldik. Ya'ni ular xristian bilasizlar. Endi o'zini tarixiy yerlarni ko'rgani kelishgan. Turizm rivojlangan. Musulmonlar ham albatta kelishlik kerak. Lekin aksar musulmonlar hammasi Jami Umaviyda inshaalloh uni ham ko'rsatishga harakat qilamiz biiznillah. Ayni damda Babu Sharqiya mintaqasidagi eski qal'a devorini oldaman. Subhanalloh ajib. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Konstantinopol fathi bashoratini bergan paytlarida hali turklar musulmon bo'lmagan edi, qaranglar. Aynan mana shu diyorlar fath bo'lishligi barcha fathlarni onasi bo'ldi desak ham adashmayman. Chunki mana bu fathlar, mintaqalar fath bo'lgandan so'ng bizning diyorlarga nima mujohidlar bordi va u yerlarni fath qildi va bobolarimiz musulmon bo'ldi. Va u yerdan chiqqan turklar Anadoluni islom yurti qildi. Necha 600-700 yil davomida islom ummatining qalqoni bo'ldi. Va Konstantinopolni fath qilib, islom yurti qildi, Istanbul qildi. Ularning avlodlari bugun mana Shom diyorida zolimlarga qarshi kurashib, mana bu yerdagi musulmonlarni zulmdan ozod qildi. Albatta, bu narsasini ko'radigan bo'lsanglar, juda ham bir ajib holat. Alloh subhanahu va taolo mana shu fatihlarni avlodidan qilganligiga albatta ko'plagan hamdlarni aytishimiz kerak. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون. Damashq shahrining fath qilinish tarixini qisqacha aytib o'taman. 634-yilda Damashq shahri qamal qilindi. O'sha vaqtda Vizantiyaning siyosiy poytaxti Konstantinopol bo'lsa, iqtisodiy poytaxti Damashq bo'lgan bu shaharda Vizantiya imperatorining kuyovi Tomus hokim edi. Ko'plagan janglar bo'ldi. Hatto bu janglarda shahar hokimi Tomus ko'zidan yaralandi. Lekin shahar baribir taslim bo'lmaydi. Vizantiya imperatori yuborgan yordam qo'shini ham tormor qilindi. Lekin baribir shahar taslim bo'lmaydi. Shunda bir kuni Damashq shahridan bir kishi chiqib, mana bu musulmonlarning qo'mondoni bilan zaruriy ko'rishishligi kerakligini aytadi. Va Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bilan ko'rishadi. Va u chiqqan kishi Ashiqul Yunan, ya'ni bu qissa Ashiqul Yunan qissasi bilan mashhur bo'lgan, mana shu nom bilan. Aytadiki, men mana bu shaharni sizlarga qanday olishinglar yo'lini aytaman, qayerdan kirishinglar yo'lini aytaman. Faqat evaziga men bir ayolni yaxshi ko'raman, u ayolga uylana olmayapman. Agar mana bu shaharni oladigan bo'lsanglar, mana shu ayolga uylantirib qo'yasizlar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bunday bir fursatda albatta qo'ldan boy bermaydi. Qoqo ibn Amr radhiyallohu anhu boshchiligidagi sahobalar mana bu shaharni, mana shu kirish yerini bir yeridan oshib o'tishadi va qo'riqchilarni o'ldirib shaharni ochishadi, darvozasini ochishadi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu boshchiligidagi qo'shinlar aynan mana shu eshikdan Damashq shahriga kirishadi. Ya'ni Babu Sharqiy shahriga kirishadi va shaharni birin-ketin egallay boshlashadi. Shunda bu xabarni musulmonlar shaharga kirib borganligi xabarni eshitgan Tomus zudlik bilan Abu Bayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu ga maktub yuboradi. Shaharni taslim qilaman, sizlarga jizya to'laymiz va shaharni tashlab chiqib ketamiz biz degan sulh nima deydi, bitilgan maktubni yuboradi. Abu Bayda ibn Jarroh uzoq vaqt kutgan va hattoki mana bu shaharni qonsiz olishlik imkoni bo'lgan paytda Abu Bayda ibn Jarroh ham nima sulhga rozi bo'ladi va o'zini qo'shini bilan boshqa eshik tarafdan kirib boradi. Va endi tasavvur qiling, Abu Bayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu boshqa eshikdan, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu esa o'zini lashkarlari bilan shaharni egallab kelyapti. Va shahar markazida ko'rishib qolishadi. Abu Bayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu qo'lida qilichi bo'lgan va qo'noq turgan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu boshchiligidagi mujohidlarni ko'rib ajablanadi. Xuddi shuningdek Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ham Abu Bayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu ni ko'rib ajablanadi. Shunda Abu Bayda ibn Jarroh aytadiki, qilishingni tasha. Men bu shaharga sulh bilan kirdim va mana shu sulhlarga bular rozi bo'ldi, shaharni tashlab chiqib ketishadi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ham xuddi shu gapni gapiradi. Ey Abu Bayda, nima qilyapsiz bu yerda? Men bu shaharga o'zimni qilichim bilan kirdim. Mana shunday ozgina bahsdan so'ng Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu rozi bo'ladi Abu Bayda ibn Jarrohning so'zlariga va shaharni sulh bilan tashlab chiqib ketishligiga imkoniyat yaratib berishadi. Va o'sha Ashiqul Yunanni yaxshi ko'rgan ayoli ham rumliklar bilan birga shahardan chiqib ketadi. Bu Ashiqul Yunan qissasini keyinroqqa qoldiramiz.
Sizlar esa videoni ko'rishlikda davom etinglar. Har bir kishi o'zi Damashqqa kelganda albatta ziyorat qiladigan, borishni istaydigan joyi bu Umaviylar masjidi. Va biz ham hozir shu yerga yaqinlashib qoldik. Kelishlik juda ham probka, lekin haqiqiy tarixiy manzarani mana shu yerdan topasiz. Menimcha buni aytmasam ham hamma Masjid Umaviyga kelsa kerak. Va inshaalloh hozir to'liqroq shaklda sizlarga ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot berishlikka harakat qilamiz. Hozir mana Umaviy masjidi kirishiga yetib keldik. Boshlanishi mana shunday qal'alardan boshlanadi. Ko'rib turibsizlar mana. Eski qal'alardan boshlanadi. Bu tarafi esa shu 200 yillik, boshqa videolarda aytganman, 200 yoki 300 yillik tarixga ega uylar hisoblanadi. Bu qonunga binoan bunaqa uylarda buzilishligi mumkin emas. Shuning uchun ham mana shunday holatda turiladi. Bu qabr ziyorati uchun emas, faqat mana shu yerda sahoba Abu Darda radhiyallohu anhu ning qabrlari bor. O'sha kirganlar mana o'ng qo'lda yozib qo'yganlar. Mana bu Abu Darda radhiyallohu anhu o'sha Shom valisining qabrlari hisoblanadi. Kiramiz endi. Assalomu alaykum. Bu yer shunaqa bir masjid holatiga keltirilgan, kichikroq masjid. Bu Usmoniylar davrida mana shu holatga keltirilgan ekan, lekin oldin faqatgina bu yerda sahoba radhiyallohu anhuning qabri bo'lgan. Mana bu yer Abu Darda radhiyallohu anhuning qabri joylashgan joy, mana bu yerga yozib qo'ygan. Tarixiy masjidlarni ham ko'rib turibsizlar. Davom etamiz ichkariga kirib ketishlikka inshaalloh. Bu yerda oldin ahli sunna musulmonlarning kelishi juda ham qiyin bo'lgan. Hattoki hozir ko'rsataman, o'sha yerlarga kirishlik, ba'zi joylarga kirishlik mumkin bo'lmagan. Shuning uchun ham nima deydi? Oldin ziyoratlar kam bo'lgan. Endi mana hozir bu yerlar musulmonlar qo'liga o'tgandan keyin umumiy hamma nimalar kelib yotibdi, nima deydi? Mana shu tarixiy joylarni ko'rganga. Hozir bu yoqqa kirmoqchi bo'ldik, lekin ichkariga kirish mumkin emas deydi. Tuzatishlari ketyapti dedi. Shu ichkarida qal'aning eski nimalar bor, asarlari deydimi, qoldiqlari bor. Lekin mana shu ketishda shunday qal'a bo'lib ketadi. Bu ko'pchilik masalan kamon otadigan joylar. Endi bu yer 100% menimcha nima bo'lmasa kerak, o'sha eski holatcha qolmagan, balki tuzatishlari bor, lekin mana bu yerlar ancha eskiligi bilinib turibdi. Lekin ba'zi devorlar qayta tiklangan. Qalam devorini qaraymiz. Qanaqa kattalar. Sahoba ikromlar mana shu qal'alardan oshib shu mintaqalarni fath qilganda. Qaranglar kattalik. Juda ham katta. Qala atrofi bu yerda nafaqat Masjid Umaviy, balki bu yerda o'sha tarixiy bozor ham bor. Bu inshaalloh bozor haqida alohida video qilib chiqaramiz endi. Hozir bozorga kirmaymiz, qaranglar. Odamlar yo'llarga yopishib tashlagan. Bajarasatda rasmlar. Oyoqlar tagiga bo'lib ketgan. Oldin bir paytlar bu rasmlar mana shu devorlarga osilib turgan bo'lgan. Endi esa xalqning nafratiga duchor bo'lgandan keyin oyoqlar tagiga qo'yishib qo'ydi. Subhanalloh. Bu taraf o'sha Hamidiya bozoriga ketadi. Biz esa Masjid Umaviyga ketamiz. Do'konlar. Endi bilasizlar, bu yerlar sayyoh joyi bo'lgandan keyin bu yerdan narsa sotib olishlik yaxshi emas, chunki narsalar juda ham qimmat bo'ladi. Kecha bitta joyga kirib oddiy bir narsani so'rasak 500 ming so'm, ya'ni tashti 50 dollar narx aytyapti. Hozir bilmayman, bir 10 dollarga ham arzimaydigan narsa o'zi. Shunaqa. Biz O'zbekistonda aeroportda narsa sotib bo'lmaydi-ku. Bularda bunaqa joylarda narsa sotib bo'lmaydi. O'sha mashhur Masjid Umaviydamiz. Abbosiylarning xalifasi aytgan ekan. Adashmasam Abbosiylarning xalifasimi?
Umaviylar bizdan ko'p narsada o'zib ketdi. O'zib ketgan edi. Ulardan bittasi mana shu masjidni gapirishgan mana qaranglar. Qanaqangi bahaybat masjid. Ma'lumot uchun aytib o'taman. Bu yerda Vizantiya imperiyasi bilasizlar, birinchi xristianlik dinini qabul qilmasdan oldin bilasizlar o'sha Yupiter yoki Zeus yoki shunga o'xshagan, endi Zeus bu Yunonda ko'p xudoligi, Yupiter Rim imperiyasining ko'p xudoligi hisoblanadi. Endi shunga o'xshagan xudolari bor, bilasizlar. Poseidon, Yupiter shunga o'xshagan nima deydi? Nimalarga sig'inishgan. Oldin mana shu yer, mana ko'rib turganinglar joy va ichkarida yana bitta nima bor. Hozir ko'rsataman. Ustunlar. Mana shu ustunlarning ko'pi mana shu eski Yupiter ibodatxonasiga tegishli bo'lgan ustunlar va musulmonlar bu yerlarni fath qilgandan so'ng mana shu joylarni ba'zi, misol uchun ibodatxonani o'rnini katta bir masjidga aylantirgan. Albatta 100% emas, lekin aksar nima deydi, oz qismi o'sha eski ibodatxonalarga tegishli qism bo'lgan. Ba'zi ustunlarda men tarixiy nimalarda ma'lumotlarda o'qidim. Bu nima deydi, o'sha eski ibodatxonaga tegishli bo'lgan ustunlar bor ekan, lekin asosiy qismini o'sha nima deydi, Umaviylar davrida qurishgan mana shunday. Shuning uchun ham Jami' Umaviy deyiladi. Kirganinglarda mana shu manzarani qaranglar. Tepada. Chiroyli manzara. Ajoyib. Juda ham chiroyli ishlangan. Hozir oyoq kiyimni qo'yib ichkariga kiramiz. Ayla qanaqa chiroyli joy. Albatta O'zbekistondagi xalqimizga ham aytaman, kelib ko'rishlik kerak. Bunaqa joylar. Sahobalar bu yerda namoz o'qigan. Ulamo islom dinining katta ulamolari bu yerlarda dars bergan. Qarang. Mana masjiddan albatta kelib ko'rishinglar kerak. Boshqa kadrlar ham qo'yamiz, GoProdan tashqari albatta. Lekin juda ham salobatlik joy. Biz ko'p videolarimizni ko'rsatdik ham, Alloh a'lam. Bu yer ikki qismga bo'lishib qo'yibdi, mashallah. Oldin hamma aralashib yurardi. Hozir bu tarafdan erkaklar kiradigan, ayollar esa bu tarafga qilib qo'yibdi. Ayollar bu tarafdan yuradi. Masjid ichini ham ikkiga bo'lgan. Bu tarafi ayollar, mana shu. Bundan bu yog'i ayollar, bundan bu yog'i erkaklar qilib qo'ygan. Mana bu oq minora. Hozir o'sha tarafga ham o'tamiz. Mana ko'rib turganinglar. Mana shu oq minora. Iso alayhissalom ishlatgan oq minora. Mana shu ham, mana shu tarafga ham o'tamiz hozir inshaalloh. Oldin sunniylar bu mintaqa mana bu joylarga kelishligi mumkin bo'lmagan. O'sha yerdan ichkariga kirgan, lekin bu mintaqa bu taraflarga o'tishlik mumkin bo'lmagan. Chunki hozir gaplashdim. Chunki u yerda shialarda nimasi bor ekan, qandaydir ibodatxonasi deymizmi? Husayn radhiyallohu anhuni boshi o'sha yerda deb bilishadi, o'sha yerda ibodat qilishadi. Lekin aslida boshi u yerda yo'q. Parijdagi manzaralar, dunyoning liboy bir davlatdagi manzaralar hammasi ortga qolib ketadi. Ishonavering, kelsangiz. Albatta kelishinglar kerak bu joy. Farzandlarni olib kelishlik kerak. Farzandlar bilishlik kerak islomda mana bunday markazlarini. Hozir masjid ichiga kiryapmiz. Menimcha ko'p ko'rdinglar masjidda. Assalomu alaykum.
Qaranglar, qanchalik katta. Ko'rib turganingizda ham Qur'on darslari bo'lyapti. Yosh bolalar o'ynashini ko'ryapsizmi? Ustunlarni qaranglar, qanday chiroyli chizgan. Bu yer tepaga buyuk sahobalarning ismlari yozilgan. Qanchalik chiroyli, a? Hozir Masjid-ul Umaviydan chiqdik. Alloh nasib qilsa hozir Masjid-ul Umaviyning orqa tarafiga o'tamiz. Ya'ni oq minorani tagi tarafiga o'tamiz. Hozir mana Masjid-ul Umaviyning arqa tarafidamiz. Mana. Hozir oq minorani tagiga ketyapmiz. Lekin hali kelganimdan beri bunchalik yaqinga kelmagan edim. Ya do'konlariga. Orqa tarafdan ko'rinish. Minora. Subhanalloh. Ya, men bir boshqacha tarix gapiradi. Bu tarafiga hech o'tmagan ekanman o'zim. Qaranglar. Jam ajoyib manzara. Bismillah. Qaranglar. Bu Umaviy masjidining boshqa kirishi ekan. Damashq nafaqat tarixni, balki bashoratlarni, oldinda kelajakda bo'ladigan bashoratlarni ham so'zlaydi. Bilamiz, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Hozir o'sha hadisni aytib beraman. Navvos ibn Saman al-Kilobi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Shu paytda Alloh taolo Masih Iso ibn Maryamni yuboradi. U Damashqning sharqiy qismidagi oq minoraga ikki sariq rangli kiyim ustida, ya'ni farishtalarni yelkalariga qo'llarini qo'ygan holatda tushadi. Ya'ni o'sha paytda Damashq Dajjal qo'shini tomonidan muhosara qilingan bo'ladi, qamal qilingan bo'ladi va bomdod namozi paytida, ya'ni hadislarda shunday kelgan, Iso alayhissalom tushib keladilar va bomdodga iqoma aytilgan bo'ladi. O'sha paytda Iso alayhissalomni imomlikka chiqarishadi, lekin Iso alayhissalom nima deydi? O'zingizlardan bir nima odam chiqsin deb turib, o'sha paytda Mahdi imomlikka o'tadi va bomdod namozi o'qiladi. Va Dajjal qo'shiniga qarshi Iso alayhissalom kurashadi va Dajjalni o'ldiradi. Bu haqidagi hadislarni barchamiz yaxshi bilamiz. Aynan mana shu holatlar ko'plagan ulamolarning so'zlariga ko'ra mana shu oq minora ostida bo'ladi, ya'ni mana shu Masjidul Umaviy atrofida bo'ladi va ba'zi ulamolar sharqiy Damashqni o'sha birinchi kuni olgan videomiz Baba sharqiy eshigi, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu kirgan eshikni eslasanglar, o'sha yerda oq minora bor edi uzun. Ba'zi ulamolar o'sha oq minorani nazarda tutib aytgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam deyshadi, lekin aksar ulamolar mana bu minora deyishligidan sabab bu minora bu atrofdagi eng qadimiy minoralardan hisoblanadi. Hattoki yahudiylarda Davud yulduzi bor-ku, o'sha nima qo'yma shaklda o'sha yerda qoldirilgan. Hozir agar videoni qaytadan ko'rsanglar yoki hozir rasmini qo'yib qo'yamizmi, o'sha yerdan ko'rsanglar ham bo'ladi. Va undan tashqari Damashq haqida yana ko'plagan hadislar bor. Misol uchun mana hadis Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Shomga joylashing, chunki u Allohning yer yuzidagi eng afzal joyidir. U o'z bandalarining eng yaxshilarini shu yerga to'playdi. Ya'ni ko'plagan mana shunga o'xshagan, albatta bu hadisning ma'nolari ko'plagan hadislar bor. Mana bu qiyomatdan oldin Damashq atrofida bo'ladigan janglar, Marhamatul Kubro ham mana bu Shom diyorida bo'ladi va shunga o'xshagan ko'plagan voqealar mana shu Shom diyorlarida, Damashq atrofida bo'ladi. Shuning uchun ham aytib o'tganimdek, Damashq nafaqat tarixni, balki oldinda bo'ladigan kelajakdagi bashoratlarni ham so'zlaydi. Shuning uchun ham albatta Damashqqa kelishlik kerak. Men e'tiborimni tortgan yana bir masala bor. Babu sharqiy mintaqasidagi oq minora ham masihiylar yashaydigan mintaqada joylashgan va uning shundoqqina yonida kanisa joylashgan. Hadisga qaytadigan bo'lsak, Iso alayhissalom agar Damashqqa oq minoraga tushadigan bo'lsa, uni qiladigan birinchi ishi xochni sindirish bo'ladi. Keyin esa cho'chqani o'ldiradi, keyin esa jizyani bekor qiladi. Ya'ni ko'plagan ulamolar
aynan Babu Sharqiy mintaqasidagi ushbu minorani Iso alayhissalom tushadigan minora deyishligini asosiy sababi ham mana shu. Mana bu mintaqa Damashqdagi masihiylar eng ko'p yashaydigan mintaqa hisoblanadi. Bu minoraga kirishni istadim, lekin minora qulflangan, hatto uni kirish yo'lagi juda ham ko'p musurlarga to'la edi. Shuning uchun ham kirishlik juda ham qiyin. Va shu bilan birgalikda insonni umuman e'tiborini tortmaydigan bir joy. Damashqdagi eng yoqtirmagan narsam mana shu probka bo'ldi borib. 10 minut ketadigan joyingizga shu 1 soatga yaqin vaqt yetasizda. Odamlar zich, mashinalar juda ham ko'p. Subhanalloh. Lekin yo'llar shu bilan birgalikda keng. Va yana bir narsa, bu yerga kelsangiz taksilarni ko'rib, birinchi kelgan paytimda xuddiki bir 90-yillar ko'rmagan bo'lsa, endi xuddiki 2000-yillarda ko'rgandek bo'ldim. Chunki mashinalar juda ham eski. Nima uchun? Qimmat bo'lgan mashinalar. Rastamoshkasi juda ham qimmat bo'lgan. Hattoki telefon. Misol uchun telefon oladigan bo'lsangiz, $100 telefoningiz olasiz, uni aktiv qilishligingiz uchun yana $75, ya'ni 175% nima pul berishingiz kerak aktiv qilishingiz uchun. Ya'ni bitta $100 telefon $175 ga tushgan. Mashinalar ham xuddi shunaqa, rastamoshkasi ko'p bo'lgan. Va endi mana nima deydi? Yangi mashinalar, qimmat mashinalar, telefonlar kirib kelyapti. Holat misol uchun juda ham o'zgarib ketib qoldi. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. Oldin Idlib tarafda rastamoshka ozroq edi. Endi mana bu joylar, mintaqalar fath bo'lib ketgandan keyin biz tarafdagi Idlib mintaqasidagi narsalarni hammasi arzon edi. Mashinalar deysizmi, oziq-ovqat deysizmi arzon edi. Bu tarafda qimmat edi-yu. Endi yoppasiga Idlibdan borib narsa sotib olishni boshlashdi. Hattoki $4000 mashinalar $8000, $9000 sotildi. Ya'ni bozor shu darajada ko'tarilib ketdi narxlar. Va ayni damda o'sha 4000 lik mashina bo'lsa, hozir 7000-8000 da. Va lekin tijoratga ham yo'llar ochildi, aytib o'tganimdek. Ko'plab soliqlar sabab, rastamoshkalar qimmatligi sabab tashqaridan mol olib kelishlik juda ham kam bo'lgan. Hamma yo'q Suriyaniki. Hamma o'yinchoqdan tortib, bolt miqdan tortib, ko'p narsalargacha, qimmat narsalargacha hammasi kiyim-kechak, boshqa narsalar Suriyaniki. Tashqaridan narsalar olib kirilmagan. Endi hozir mana kirsangiz, kiyimlar, turetskiy kiyimlar kelgan, Yevropadan ba'zi narsalar kelgan, oddiy kolyaskalar kechak so'radik, Yevropadan kelgan. Arzonga olib kelgan. Ya'ni mana shunday holat hozir. Arzon bo'lib qolgan. Lekin so'radim o'sha paytda. Hozir narxlar arzon bo'lgan bo'lsa, sotib olishliklar oldingidek ko'pmi yoki undan ham ko'pmi yoki tushganmi desam, yo'q tushgan deyapti. Nimaga desam, chunki deydi eskidan hamma kaptagon bilan shug'ullanar deyapti. Illo shu odamlar bu 10 tadan bittasi shu kaptagon haligi narkotik dori ishlab chiqaradi uyda, aptekasi bor yoki bir narsasi bor, o'zi shu dorini yasab sotadi. Shu narsa bilan tirikchilik qilgan odamlarda pul bor edi deb narsa sotib oladi. Hozir masalan yangi hukumat keldi, u narsalarga qarshi kurashdi, unaqa narkotiklarni yopdi, hozirgacha mana ushayapti, qamayapti va ko'p sexlarini qo'lga olib to'xtatdi. Endi nima deyapti? Buni aytish bo'yicha endi hech kimda pul yo'q deyapti. Endi odamlar ishlashlikka, bir kasb o'rganishlikka majbur bo'lyapti. Holat mana shunday ayni damda Suriyada. Va lekin mana bu yangi davlatdan ham ko'p narsani talab qilishlik nima bo'lmaydi. Misol uchun, aholiga tezda sharoitini qilib bersang bo'lmaydimi, bunaqa qilib bersang bo'lmaydimi deyishlik noto'g'ri, chunki hali 1 yil bo'lmadi bu mintaqalar olinganiga. Misol uchun dekabr 8-dekabrda fath bo'lgan bo'lsa 2024. Hozir may oyidamiz. Yanvar, fevral, mart, aprel, may 5 oy bo'ldi fath bo'lganiga. 5 oy 6 oy. Lekin mana shu qisqa fursat ichida ko'p narsalarga, ko'p yutuqlarga erishildi. Misol uchun oddiy kasalxonalarni ko'rsangiz morgga o'xshar edi. Juda ham eski, nimasi yo'q, lekin kuchli doktorlar bor. Lekin binolar, misol uchun uskunalar, doktorlarga kerak bo'ladigan hech narsa yo'q. Endi hozir mana zamonaviy olib kelinyapti va ularning oyliklari, hattoki katta doktorlar eng ko'pida
$50 olgan, eng qimmat operatsiya qiladigan, og'ir operatsiya qiladigan $50 oylik olgan. Eng oddiysi $20 oylik olgan. Bir oyga. Hozir o'shalarda oyliklari 400 barobarga oshirildi. Ya'ni $50 oladigani bugun $200 yoki $300 yoki ba'zilari hozir $100, $150 oylik olyapti. Ya'ni mana shu darajaga sekin 5 oyda ichida shu narsaga erishildi. Va eskidan misol uchun o'qituvchilik bo'lganlar o'qituvchilikka qaytdi. Eskidan ba'zi bir shunaqa shifoxonada ishlagan yoki bog'chalarda ishlagan yoki shunaqa bir davlat ishida ishlagan ko'plagan nimalar nima deydi? Ishchilar hammasi ish o'rniga qaytdi va ayni damda 1,5 million tasavvur qilyapsizmi? 1,5 million ishchiga bugun oylik berilyapti. Ya'ni bugungi kunda mana shuncha eski ishchilar hammasi o'z ishiga qaytib davom etyapti. Ya'ni yangi hukumat kelib hammasini ishdan haydab yoki o'ltirib unaqa bo'lmadi. Faqat qonunchilik, davlatni boshqarishlik ichki organlar o'sha misol uchun mana bu yangi hukumatning asosiy ishchilari tomonidan nima olib boriladi. Lekin mana bunaqa misol uchun doktorlar nima deydi? Hattoki oddiy mana bunaqa yo'lda turadigan nima deydi? Gailar bo'lsin, dan xodimlari. Mana shular ham hammasi eski davlat xizmatida ishlagan odamlar. Bugun hammasi o'z ishiga qaytdi. Va o'z faoliyatlarini olib borishyapti va ayni damda ham ko'ryapsizlar, misol uchun Sheyx Ahmad Shara ko'p davlatlar bilan uchrashyapti, savdo sotiq yoki bordi keldi, misol uchun samolyotlar qatnovi shular haqida ko'plagan shartnomalar tuzishyapti, ko'plagan nima deydi? Uchrashuvlarni uyushtirib, mana bu Suriya xalqi uchun ko'plagan yengilliklarni ortidan qo'yib yurishibdi. Albatta, har bir yerni muzey bo'ladi. Va mana shunday dunyodagi eng qadimiy shaharni ham muzeyi bor. Endi bu yerdagi asosiy nima deydi? Muzeyda saqlanadigan narsalar mana bunaqa nimalar? Nima deydi? Haykallar. Endi bular Rum davridan qolgan. Mana bunaqa haykallar. Toshlar. Bu Alloh alam tosh tobut, akrofakt dermidi, nima bunisi derdi buni. Qarang. Endi bunaqa nima deydi? Toshdan yasalgan haykal nimalar bu yerda juda ham ko'p, mana tarixiy. Aytganimizdek, simbolik bunaqa qadimiy shaharda bunaqa nima deydi? Tarixiy haykallarni yoki toshlar bo'lishligi tabiiy. Bu Damashqda markaziy milliy nimasi hisoblanadi, muzey hisoblanadi. Mana bu ham tarixdan biladiganlar bilsa kerak. O'sha topilgan mozaika deyilarmidi bu? Shunaqa. Men tarix o'qiganman, lekin ancha esimdan chiqib ketgan hozir bilasizlar. Haykalni boshi yo'q. O'zi mana bu Shom mintaqalarida topiladigan haykallarni aksar mana shu toshdan qilinadi. Kecha ham aytdim-ku, mana shunaqa qaranglar. Aksar shunaqa toshdan qilinadi. Bu vulqon toshlari hisoblanadi. Hali nima deydi, lavani qatishligidan bo'ladigan toshlar bo'ladi-ku. Bunaqa toshlar faqat mana shu joylardan topiladi. Portugaliyada vulqon. Bu eski shu yerdagi xristian nimalarni ko'rgan bo'lsam, mana X qilib turib, yoki P qilib qo'ygan. Kinolardan ko'rgan bo'lsam kerak. Endi hozir hammasini bu yerda ko'rsatib chiqishlik menimcha kerak emas. Suriyada juda ham ko'p bunaqa tosh tobutlar. Hatto ichida jasadi bor, suyagi bor tosh tobutlarni ham ko'rganman. Endi ularda muzeyda emas, biz endi jang o'sha nima deydi, jang qilgan paytlar, nima deydi? Kaframbil mintaqalari bor. O'sha yerda Jabal Zava mintaqalari asosan o'sha yerda juda ham ko'p shunaqa nimalar bor. Eski qal'alar, qasrlarni qoldiqlar bor. Mana bu ko'ringlar. Haykalning qo'lida nimadir o'sha bor. Misrga borishni rosa orzu qilardim. Alloh nasib qilsa boramiz, piramidalarni ko'rishlikka. Bu yerda ham qadimgi Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh fath qilgan qal'alar bor. O'shalarni ko'rishni rosa orzu qilardim. Lekin o'shanga o'xshagan boshqa bir mana shaharda Alloh taolo nasib qilib ko'rishlikka. Eshiklar toshdan bo'lgan-ki, endi bu yerlarda hozirgacha Suriyaning aksar qismi mana shunaqa, xosatan shu Idlib mintaqalarida tog'li mintaqa bo'lganligi uchun toshi juda qimmat toshlar hisoblanadi. Mramerlar, boshqa hammasi shu tashqi davlatlarga nima eksport qilinadi. Shuning uchun ham bular uyini asosan toshdan quradi.
Keyin eskitdan ko'rsanglar bular yog'och to'rnaga mana shunaqa narsalar ko'p ishlatganda. Biz tarafdagi masjidlarni ko'rsanglar ham yog'ochdan yasalgan, chunki bizda yog'och uncha muammo emas. Yaxshi yog'ochlari bor, sifati yaxshi. Lekin bularda yog'ochlar qimmat, hozirgacha qimmat. Hatto yog'ochli eshiklar bo'lsin, boshqa juda ham qimmat. Lekin bunaqa toshlar arzon. Qaranglar. Subhanalloh. Haqiqatan haligi Rim imperatorlariga o'xshaydi. Nega bunaqa qiyshiq chizishgan ekan? Bu imperatorlik bunaqa. Menimcha bu oddiy odam bo'lgani uchun shunday chizib qo'ygan bo'lgan. Ularga qarang. Samarqandga 2700 yil, lekin nimani kelsa, Damashqdagi aytib o'tgandek 10.000 yilga borib qadaladi. Bu kim haykali bo'lgan? Aristotel emasmish. Ichkariga kirdik, video ham oldik, lekin devorlarda video olish mumkin emas, rasmga olish mumkin emas deb yozib qo'yilgan ekan. Shuning uchun video olmadik ortiqcha. Endi men ichkarida ko'rgan narsalar o'sha qadimiy tangalar, qadimiy o'sha Rim davridan qolgan haykallar, tosh tobutlar, shunga o'xshagan nima bor? Ya'ni kirib ko'rsanglar bo'ladigan katta nima deydi, bir muzey. Balki sizlar kelgan yillargacha yana yaxshi qilib qo'yish mumkin. Ba'zi joylarni bekitib qo'ygan, ba'zi joylarni narsalarni olib qo'ygan. Sababi endi hozir nima deydi? Ta'mirlash ishlari ketyapti. Hozir yana bir joyga keldim, sveti yo'qroq ekan, lekin ko'rsa bo'ladi. Bu yer oldin Usmoniylar davrida qurilgan vazirlik ekan. Qaranglar. Subhanalloh. Usmoniylarda katta bir esdaligi deymizmi? Shunaqa bir joy. Mashalloh, jamil. Juda ham chiroyli joylar ekan. Qaranglar. Mana shu yerlardan turib davlat boshqarishgan. Hammasi Usmoniylar davlatdan qolgan qadamlar. Bu muzeyga kirgandagi o'ng qo'ldagi joy ekan. Mashalloh. Hozir biz tarixi bir 100 yildan oshadigan mehmonxonadamiz. O'zi Damashqda 5 yulduzli mehmonxonalar juda ham ko'p. Lekin shunday bir tarixiy joyga kelib, bunaqa bir tarixiy mehmonxonada qolmasangiz, menimcha g'alati bo'lsa kerak. Shuning uchun ham men uchun eng yaxshisi shunaqa. Tarixiy bir joylarda, tarixiy mehmonxonalarda bir tarixiy misol uchun bu mehmonxonaniki taqriban 100 yildan oshadi. Shunaqa joylarga kelish men uchun bir boshqacha. Hozir xonalarni ko'ramiz. Mikrofon. Hay maşallah. Yani hakikaten odamga tarixiy bir ruh beradi bor. Bu eskidan o'zi qurilgan bo'lsa ham yopilgan ekan, 15 yil oldin ochilgan ekan. Yangi qilib. Mana shu xonani obzorni qilaylik. Ko'rib turganingizdek juda ham boshqacha bir kayfiyat. Bu yotoq yeri hali kinolarda qirollarda yotadigan joy bo'ladi, shunaqa. Tualet hammom bo'lsa kerak. Yerim chiroyli. Bunaqa toshlarni qaranglar. Bunaqa toshlar illa mana shu Shom diyorlarida bo'ladigan toshlar hisoblanadi-da. Teshik bo'ladi-ku, vulqonda nimasidan qolgan toshlar hisoblanadi-da bular. Va ko'p haykallarda ham qarasangiz, mana shunaqa toshlardan qilingan bo'ladi. Buni muzeyga borganimizda ko'rsatamiz, lekin bir kun kechki ovqati bilan, ertalabki ovqati bilan bir kun qolishlik 2 kishi uchun $150 ekan. Arziydi deb o'ylayman, to'g'ri? Mana hozir o'sha muzeyga keldik, Qasr Azim muzeyiga. Qalay. Bismillah. Ayvo. Ahlo va sahlan. Ayvo. Bu odamni o'tirgan shu joyi bo'lgan ekan. 1749-yilda mana shu odam bu yerga vali bo'lgan ekan. Usmoniylar valisi Damashqda. Mana shu o'tiradigan joyi bo'lgan ekan o'sha. As'ad al-Basha, ma? As'ad Basha. As'ad Basha. استقبال للرجال. ايوه شعب. استقبال الشعب الرجال للرجال. ايوه. الضيوف الرجال. مهمانlar mana shu yerda kutib olgan ekan. Shuf. Bismillah.
Ayvo, mana shu o'sha paytdagi bo'lgan idishlar ekan. Shu 275 yillik narsalar ekan. Shu xuddi mana shu joyda nima deydi, foydalangan ekan. Alloh yukib ajrak. أهلا وسهلا. من أين جاء حضرتك؟ O'zbekiston. أوزبكستان. أهلا وسهلا. Endi bu yog'iga Assalomu alaykum. Bu yer hammom bo'lgan ekan. Bu dengiz juda ham ko'p joylarda, hattoki Ahmad Sharani nimasini prezident saroyidan ko'rsanglar, bu Suriyadagi mana shunaqa nimalardan, kurslar shulardan qilingan, ya'ni nima deydi, o'tiradigan joylar. Ajib. تفضل على اليمين على القسم الوسطاني. Ayvo. نعم. كابتن من هون ببلش على الوسطاني. Mana shu yerda. والصدر بيت النار مكان تسخين المي. Assalomu alaykum. Ey mana. Kino ko'radigan joy, kino emas, nima deydi? Teatr. Mana ko'ryapsan? Xuddi shunaqa bo'lib chiqib beradi. Shu yerda teatrlarda ko'rishgan ekan. Bu yerlar qanday qilib haj qilgan, o'sha haj karvonlari qanday bo'lgan, o'shani tasvirlaydigan joy ekan, ya'ni. Men shuning uchun bo'yicha. Ya'ni bu bilasizlar. So'xlarni kiyim o'sha paytdagi. Tuyani ramziy qilib qo'yishdi. Hajda mana shunday tavof qilingan ekan. Endi ularni tasvirlaganda. Tepani ko'ryapsan, bayroqni. ايوه معلم هذا راية مشان شو؟ هذا راية الحج. ايه راية الحج كان شو اسمه يعني عثمانيين نعم. أيوة. هو على جمل والمحمل على جمل. مين؟ أمير الحج اللي هو على بيت الله من دمشق إلى بيت الله. يعني مين ركب إلى هذا؟ أمير الحج. أمير الحج مين يعني؟ اللي يقود قافلة الحج. Ayvo. Ya'ni oldinlari karvonlar tarqagan bilasizlar, karvonlar borgan hajga. O'sha karvon boshchisi bo'ladi-ku, o'sha mana shundan ketgan ekan mana shu. Va mana bu esa Usmoniylarda o'sha ya'ni haj karvonini boshida ketadigan bayroq bo'lgan ekan. Mana shu xuddi mana shu shaklda ketgan. Oldida bitta odam tuyani ustidagi Amirul Haj ketadi. Hajning nimasi amiri? Biz 50 boshi deydimi? Keyin mana shu oldida bayroq ketgan. Ya'ni bu Usmoniylarga tegishli bo'lgan karvon ekanligini bildirib turishlik uchun. Mana shu eski kiyimlar ekan. Endi meni maqsadim أمير الحج. هذا قرآن القرآن الكريم من زعيمة في ماء ذهب. شو؟ تلسوا ذهب. تilla suv yugurtirilgan ekan, qaranglar mashallah. Kitabu dalala al-khayrat الخيرات. في كيفية أنا ضعيف عندي شوي. قرينا. هاي قرآن كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم فهمت عليك. القرآن. هذا كم سنة تقريبا يعني؟ هذا في منه 200 سنة 300 سنة في منه 200 yillik تاريخه. Qur'on kitoblari ekan mana. Bu diplomga o'xshagan narsa bo'lgan ekan mana shu. O'shalarga mana shunaqa pechat urilganda diplom qilib berilgan ekan. Bu diplom desa ham bo'ladi. إذا وقعت الواقعة. Voqea surasi yozilgan tuqumga. Bu Alloh alam mana shu o'sha Damashqning volisini turadigan yerlari bo'lgan ekan. Hovlisi deydi. Bu yerda nimalar bor ekan ko'ramiz. Bismillah. Lekin mashallah shu naqshlariga men rosa maza qilaman to'g'ri. Qaranglar, idishlar tarixiy. Bu kim bo'ldi? Mashhur josus haqida bilsanglar kerak. Jasus Avropa. Keyin bu Muhammad Sharifni o'g'li bo'lgan. Bu Suriyaning birinchi rahbari hisoblanar ekan. Ya'ni avval rais Suriya, davlat Suriya. Malik. Qirol ekan. Buni dadasi Muhammad Sharif Usmoniylarga qarshi qo'zg'olon qilgan insonlardan bo'ladi, bilsanglar kerak. Dadasi xoin bo'lgan. Bu ham rahbarligi bir oydan oshmagan deyapti, bir oydan keyin ag'darilgan deyapti. Mana bir ma'lumot aytib o'tay. Buni ko'rib turgan bo'lsanglar, oqini hozir ko'rsatdim-ku. U dengizning sadafidan bo'lar ekan. Bu esa tuyani suyagidan bo'ladi deyapti. Bu qimmatroq bo'ladi deyapti. Ya'ni shunaqa joyda. Mashallah, bu mehmonlarni qabul qiladigan xona bo'lgan ekan.
استنى Bular qayerda chiroyli. Ajoyib chiroyli joylar qaranglar. O'sha paytda bilasizlar, Buyuk Xitoy yo'li juda ham faol bo'lgan. O'sha mana ko'rib turibsizlar, ajdarni ko'ryapsizlar. Bu nima deydi? Ajdar tasvirlangan, ya'ni o'sha Xitoydan keltirilgan o'sha paytdagi chinni idishlar. Mana bu joy yosh bolalar uchun Qur'on o'qitiladigan darsxona bo'lgan ekan, mana qarang. Tasvirlashib qo'ygan. O'sha paytdagi talab ilmlar shunday kiyingan ekan. Shunaqa kichik nimalarga subhanalloh ko'rinyaptimi? Yozgan ekan, qaranglar. Qur'onni oyatlarini va Alloh subhanahu va taoloning 99 ismini. Qaranglar, hozir qurol eski tarixiy qurollar bor joyga kirdim. Qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqalar. Haqiqiy aytish bo'yicha. Mana qo'lga yotirsa ketaqadigan Allohning, nima deydi, tizzaga. Bu ham mana bu o'sha zamondek. Qalqon. O'sha paytdagi zirhlik kiyim mana. Mana bu qilich. Damashq shahri ko'plagan fotihlar, sultonlarni poytaxti bo'lgan. Hozirda biz turgan madrasa o'sha sultonlarni biri tomonidan qurilgan, u ham Nuriddin Zengi rahimahulloh tomonidan qurilgan va qabri ham mana shu yaqinida joylashgan. Hozir birga kirib ko'ramiz. Bugungi kunda bu yer masjid holatida odamlar kirib namoz o'qiydi. Nuriddin Zengi rahimahullohning qabri esa mana bu yerda joylashgan. Hozirda siz ko'rib turgan joy, hozir aytib o'tganimizdek, o'sha 900 yil oldin, taqriban 900 yil atrofida Nuriddin Zengi rahimahulloh tomonidan qurilgan va ayni damda masjid holatida. Nuriddin Zengi rahimahullohning qabrini kirib video olishligini istadik, lekin hozircha yopiq ekan. Balki boshqa safarga ochilsa kirib ziyorat qilarmiz, ko'rarmiz. Lekin sizlarga ko'rsatadigan joyimiz mana shu joy. Meni eng ko'p xursand qilgan narsa qaranglar. Xayrkum min ta'allama Qur'ana va 'allama. Ya'ni menga hadis yozganda sizlardan eng yaxshiliklar Qur'onni o'rgatuvchilar. Har namozdan keyin, har peshin namozidan keyin 10 daqiqa Qur'on tafsiridan dars bo'lar ekan mana shu yerda. Subhanalloh, bir vaqtlar Nuriddin Zengi rahimahulloh bu yerda insonlar ta'lim olsin, dars olsin deb madrasa qurdirganida, bugungi kunga kelib ham mana oradan 900 yil o'tdi taqriban, mana shu narsa davom etyapti. Bu narsani ko'rib albatta inson xursand bo'ladi. Qani edi subhanalloh o'sha registonlarda o'sha bobolarimiz dars bergan, bugun yevropaliklar uchun sayyohxona qilib qo'ygan, yarim yalang'ochlar uchun sharq taronalar o'tkazadigan yer qilib qo'ygan joylarda Qur'on o'rgatilsa, Qur'on ta'limi berilsa, bu hammamiz orzuyimizda. Bunga afsus. U adolatli bo'lgani uchun Al-Malikul Adil laqabini olgan edi. Hanafiy fiqhi va hadis ilmi bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rardi. Bomdoddan oldin uyg'onib namoz o'qishni istaganlar uchun Shom qal'asida dovul choldirar edi. Nizomul Mulkdan keyingi eng ko'p madrasani u ochtirgan edi. Ibn Asirning yozishiga ko'ra, Xulofoi Roshidinlardan keyin va Umar ibn Abdulazizdan keyin Nuriddin Zangiydan ko'ra adolatli va marhamatli sulton ko'rilmagan edi. Uning butun umrlik orzusi salibiylar tomonidan bosib olingan Quddusni ozod qilish va salibiylarni bu diyorlardan quvib chiqarish edi. Shuning uchun ham umrini jihodda, jang va jadallarda o'tkazdi. Hatto Quddus fathi bo'lsa, Al-Aqso masjidiga olib kirish uchun minbar yasatgan edi. Lekin uni u yerga olib kirish u kishiga emas, balki uning o'zi tarbiyalagan Salohiddin Ayyubiy rahimahullohga nasib qildi. Umaviy masjidining oldida Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning qabri joylashgan, maqbarada. Mashaalloh. Ajoyib. Mana
mana bu hozir biz kirib turgan joy Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning qabri joylashgan joy. Bu joy bo'sh. Bu joy mana bu Salohiddin Ayyubiyning qabri joylashgan joy. Quddus Fotiha. Islom ummatining haqiqiy arslonlaridan biri arsloni. O'sha insonni qabrlari. Mana shu yerda xizmat ko'rsatadigan bir otamiz ozgina ma'lumot berdi. Bu o'zi dedi, bu qabr o'zi Salohiddin Ayyubiy vafot qilgandan keyin u qal'ati Dimashqqa ko'milgan, dafn qilingan. Lekin Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning o'g'li ba'da 3 sanoatmi? Ba'da vafoti bitta. Vafot qilgandan keyin 3 yildan keyin qabrini mana shu yerga olib kelib, mana shu joyda qurdirgan ekan. Bu yerda Salohiddin Ayyubiy o'zi qurmagan, o'g'li qurdirgan ekan. Va hozir to'g'rimizdagi madrasani ham Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning o'g'li qurgan ekan. Va mana uni hozir ustini ko'rib turgan bo'lsanglar, bu faqat quruq taxta va material. Hozir tagini ochib ko'rdik. Quruq tekis tuproq ekan. O'g'li qilgan ekan buni. Albatta sizlar uchun ma'lumot. To'g'risini aytsam, o'zim ham ajablanganim. Men Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh vafot qilgandan keyin bunaqa joyga ko'milishligi, u odamlar bunday insonlar bo'lmaganda, o'zini bir hashamatli joyga ko'mdirgan yoki vasiyat qilgan yoki uni atrofidagi insonlar ham даже unaqa bo'lmaganda. Lekin o'g'li shu yerga olib kelib, endi maqbara atrofini o'rab, maqbara qilib, nima deydi, shunaqa bir chiroyli qilib qo'ygan ekan. Endi otasiga hurmat qildi. Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning maqbarasi joylashgan ushbu yerni o'ng tarafida yana 3 ta Usmoniylar xilofatining shahidlari 3 nafar shahidi bor. Ya'ni Usmoniylar xilofatining ilk havo shahidlari. Ular mana yozib qo'ygan 1914-yilda Istanbul Qohira uchgan paytlarida mana shu yaqin atrofga qulab tushishadi va shahid bo'lishadi. Ular rasmlarini yozib qo'ygan. Mana bittasi Sadiq Bey, ikkinchisi Nurbey, uchinchisi Fethi Bey degan insonlar mana shunda shahid bo'lgan va o'shalarning qabri mana shu yerda. Hozir aytib o'tgan joyimiz Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning farzandi qurgan nima? Madrasa mana shu madrasa ekan. Uning orqa tarafida Umar ibn Abdulaziz rahimahullohning qabri ham bor deyapti. Uylari ham bor deydi. Agar imkon bo'lsa olib uni ham ko'rsatamiz. Mana o'sha madrasa. Hozir bu yer ham madrasa sifatida ishlar ekan. Shundoqqina Umaviy masjidini oldi. Orqamda turgan ushbu minoralarga chiqib ko'rsatishlikni ham niyat qilgan edim, lekin bunga maxsus ruxsat kerak ekan. Balki Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, ruxsatni ham olib bir kun chiqarmiz, lekin mana shu minoraga chiqib qarasanglar, Umaviy masjidi juda ham haybati, juda ham chiroyli ko'rinadi. Salohiddin Ayyubiy 1193-yil 4-mart kuni vafot etdi. Uning qilgan ishlari ummatni birlashtirdi. Avvalo Fotimiyullar davlatini tugatib, barcha islom yerlarida Abbosiy xalifa nomiga xutba o'qitdi. Nuriddin Zangi rahimahullohdan keyin uning farzandlari o'rtasidagi taxt urushlariga barham berdi va 100 yilga yaqin salibiylar qo'lida bo'lgan Quddusni ozod qildi. U rahm shafqatni sevadigan, adolatli, karim sulton edi. Hatto u vafot etgan vaqtida undan qolgan meros bor yo'g'i 1 Misr dinori va 46 dirham bor edi xolos. Alloh Salohiddin Ayyubiy rahimahullohni o'z rahmatiga olsin. Ayni damda biz Masjidul Umaviyning oldidagi tarixiy Hamidiya bozoridamiz. Bu yerning tarixi Usmoniylar xilofatiga borib qadaladi. Endi o'zi asosan men bunday tarixiy joylarni videoga olar ekanman, bunaqa bozorlarni yoki bir magazinlarni, restoranlarni video olishlikdan uzoqda turaman. Chunki uzoqdan bir islom tarixini ko'raman yoki eski islom madaniyatini ko'raman va ziyorat qilaman deydigan insonlar bunaqa joylarga kelib ovora bo'lishligi, o'zi uchun nimalarni sotib olib, shu narsalar bilan ovora bo'lib qolishligi yaxshi emas deb bilaman. Lekin bu yer tarixiy bo'lganligi uchun va bugungi kundagi Suriyani yangi iqtisodi qanday ketyapti, shu haqida qisqacha bir sizlarga ma'lumot berishlik uchun bu videoni olyapmiz. Albatta bu ham sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman.
tarixiy bozor, aytib o'tganimdek, lekin kelib oladigan ya'ni illo nima deydi, Suriyaga xos bo'lgan narsalar yo'q. O'sha kiyimlar assalomu alaykum. O'sha kiyimlar bir xil, boshqa davlatlarda bor kiyimlar. Narxi ham deyarli farq qilmasa kerak, Alloh alam. Bozor haqiqatan tarixiy bozor. Ko'rib turganlarda mana shu uylar 200 yil atrofidagi uylar hisoblanadi. Tarixiy uylar yani. Aytib o'tganimdek, bu tarixiy uylarni buzishlik mumkin emas. Ahila uruq. Suriya qonunlari bo'yicha mumkin emas. Har joyda mana shunaqa sharbat sotadigan Alloh yubarak. Qamir hindi degan sharbatlari bor. O'sha sharbat sotadigan shunaqa bir xos kiyimlarda turadigan insonlar bo'ladi. To'g'risini aytsam, o'zimizni Qo'qon bozorini eslatyapman. Shunaqa gavjum, shunaqa katta. Lekin Hamidiya bozori unchalik katta emas. Bu bozor haqida endi tarixda o'qiganmiz. Lekin mana ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Balki qolganlar ham endi ko'zi bilan ko'ryapti. قديش اخي كاست واحد؟ في 5 وفي 7. اعطينا الخمسه. قديش من دقيقه؟ هي تعمل هندي ها؟ الله يتوجه. وانا كيف تشكيلينك؟ Maşallah barid ha. Bu yerga kelib endi arabcha bilishlik kerakmi degan savollar ham bo'lishi mumkin. Bu yerda asosan ba'zi joylar bor, inglizcha gaplashadi, lekin arabcha bilsangiz yana yaxshi. Mana shu videoni ko'rib turgan birodarlarga aytaman-da. Shu tilla do'konlari nimadan dalolat beradi bilasizlar? Bu yerda tilla borligidanmi? Yo'q. Qanchalik bu yer xavfsiz ekanligidan dalolat beradi. Bozorlardagi xavfsizlik qaysi darajada kuchli ekanligidan dalolat beradi. Agarchi bu yerda xavfsizlik bo'lmasa, ular tilla do'kon ocharmidi? Shuning uchun ham bunaqangi narsalarga e'tibor berishlik kerak. Bu Suriyani o'ziga xos me'morchiligi, deymani san'at asarlari, shoir uzuklar. Hozir iltimos qildim. Qilichlar bor ekan. Men aytdim, Sayf Dimashqi, ya'ni bilamiz tarixdan dunyodagi eng zo'r qilich bu Dimashq qilichi bo'lgan. Dimashqda yasalgan qilichlar bo'lgan. Ya'ni bu nusxasi, o'sha yasalgan nima deydi? Qilichning nusxasi mana shunday bo'lgan. Mana o'sha hozir qinidan chiqarib ko'rsatishga ham harakat qilaman. Mana shu qilich ekan. Dimashq qilichi. Tarixda o'qigandim, lekin hech ko'rmaganim. Mana shunday bo'lgan. قديش هاي سعره؟ 9 مليون. تقريبا شو 850 دولار atrofida ekan. Maşallah. Hozir o'zi biz ayni damda bu Damashqdagi dehqon bozorlardan biridamiz. Assalomu alaykum. قديش موز؟ 13 صديق. 13 ها؟ هاي صومالي؟ صومالي من عندكم. مو نحن من صوماليا اخي. من اوزبekistan اخي. O'zbek, mo Pokiston. Mana bu Somalidan kelgan bananlar. Somaliya. Kilosi taqriban 1 dollar. 1 dollardan sal oshiqcha bo'ladi, ya'ni 1 dollar. Ana. O'zbek اخي, شي Pokiston. قديش مش معلم؟ 10 ها؟ 10,000؟ لا 30,000. ايه 30 شفت هاي بس. هو 30 ايه هون في سن 2 3 تقريبا 2 دولار. اشقى yok شنو هذا من اين؟ بلدي؟ هذا سوريا. سوريا سوريا الحبيبه. ما شاء الله. من سوريا. هذا 2 dünya hangi dünya? 2 dünya. 2 dünya. ايه 2 dünya degan mevasi bor, bilasizlar? Bu ham shu Xomusda. Xomusda yetishtirilgan Angi dünya dedi. Bular 2 dünya der ekan. Va yana bitta nomi Hind o'rigi degan ma'noni aytishar ekan. Ya'ni mashina. Dejay burtuqol.
Bu la bala. Bu ham 15 ming Suriya lirasi ekan. 15. Hay belediye kaman. منين؟ هذا حرسته من حرسته؟ وين حرسته؟ بالغوطة الشرقية والله كمان. Bu ham G'uta Sharqiya mintaqasida yetishtirilgan apelsinlar ekan, mashalloh. Ularni deyarli shu mangodan tashqari qolgan hamma meva mana shu Suriyaning o'zida yetishtirilgan. Barakali joy haqiqatdan. Narxlarini endi kommentariyada yozinglar. Biz o'zimizda qancha. Lekin Idlib mintaqasiga qaraganda ancha emas, ozgina qimmatroq. Inshaalloh Laziqiya, ya'ni Latakiya shahrini ham mana shunday Damashqqa o'xshab video olishlikka harakat qilamiz. Va o'shanda ham sizlarga kerakli zo'r ma'lumotlar beramiz. Bu yerda ayni damda may oyida bo'lsak, bozorlarda shaftoli, o'rik, hangi dunyo mevasi, apelsin, banan, behi, olma, qovun, tarvuz, tuxum deymi? Plus deyarli hamma meva bor. Tuxumlar $2 deyapti. Arzonroq mashallah. Bitta 100 TL. Mana bu o'rik. Assalomu alaykum. Qancha kilo? 13 dolar taqriban, ha? تقريبا دولار الا هاي بلدي كمان؟ شوي بلدي؟ منين؟ حمص ما شاء الله. حمص الله اعلم اوريك. chiqadigan joy shekilli. Tamam. Alloh ibarik fik ya Rob. Biraz haqiqatan zo'r. Mashallah. Ustilar. Dash tu ashoqalar. Ya'ni $1 sal kamroq edi. هاي كمان عم يصورك كل كل ham bor ekan. Baladi hay? منين؟ من ادلب والله جيت من ادلب كمان 15 ming deyapti, ya'ni $1 sal oshiqroq, $1 2 sent, 3 sent shunaqa bo'ladi. Hammasi Suriyada yetishtirilgan mevalar, mashallah. Ularga Idlibdan keldim desangiz, boshqacha qaraydi, ya'ni u bizning mintaqalarni fath qilgan viloyat deydi-da. Assalomu alaykum. Mana bu sizlar ko'rib turgan narsalar, bular suriyaliklar asosan ertalabki zavtrak kiydigan narsalari. Zaytun, bunaqa tomat, shunaqa nimalari bor yani. Jibni. Jibni hay? 5 kilo? 20 baqa Bu shu pishloqqa o'xshagan tuzlangan bo'ladi, juda zo'r narsa. Bu yerda mana tvorog, بلدي bilasizlar, Suriya, ya'ni o'zi Shom mintaqasi zaytun ko'p yetishtirilgan joy hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda zaytun bor, zaytun yog'lari juda ham arzon. Odamlarni qabul qilishligini ko'rsangiz, mashallah maza qilasiz, bor. Xuddi har doim so'rashib yurgan yaqinidek salom alik qilib, yaqin qilib gaplashadi. O, giloslar ham chiqdi. Deshay? 15 ming, $1 ekan. Bilasizlar buni bakarashkaga sovib olib nima qilishinglar-da? Mashallah. Yalla Alloh ibarik fik. منين هاي من سوريا كمان؟ منين؟ الزبداني Mashallah. Zabadani degan joydan keldim. Juda ham gavjum. Qarang. Damashqni hamma joyini, ko'chalarini video olishlikka harakat qildik, lekin Damashq juda ham katta shahar va qadimiy joylari juda ham ko'p. Qal'alari deysizmi, eski 200 yil, 300 yil, undan u yog'iga даже 400, 500 yildan ham ko'p yilga borib qadaladigan tarixiy masjidlar juda ham ko'p. Lekin hammasini nima video olishlikka bizda imkoni yo'q. Shuning uchun ham asosiy joylarni ko'rsatyapmiz. Albatta borib ko'rishligingiz kerak bo'lgan joylarni ko'rsatyapmiz. Nima uchun? Albatta Damashqqa kelgandan keyin o'sha yerlarga bormasangiz albatta bo'lmaydi.
Chunki Damashqni, menimcha Damashq qilgan yerlar mana shu yerlar. Bu yerda juda ham ko'plagan sahobalarda qabri bor. Ulardan aksarini qabri, juda ham ko'pini qabri noma'lum. Oddiygina o'sha birinchi Damashq fathida shahid bo'lgan sahobalar bor. Ko'p ketilgan, lekin ma'lum bo'lganlarniki, misol uchun Bilal radhiyallohu anhuniki bor. Diror ibn Azvar radhiyallohu anhu qabrlari bor. Abu Bayd ibn Jarroh radhiyallohu anhu qabrlari bor. Va aytishlaricha ikkita onamizni ham qabrlari mana shu yerda. Albatta kelib ko'rishlik kerak. Zero aytib o'tganimizdek Damashqni Damashq qiladigan mana shu joylar. Mana bunaqa zamonaviy binolar, katta restoranlar dunyoning hamma burchagida bor. Shuning uchun ham bunaqa narsalar bilan chalg'imaslik kerak. Ayni damda men Damashq xalqaro aeroportidaman. Ko'rib turganingizdek, qayergadir uchib ketishlik maqsadida kelgan suriyaliklar bor. Uchib kelgan nima deydi? Qarindoshlarini, yaqinlarini kutib olgani kelgan suriyaliklar ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, kimlardir kim ketyapti bu tarafdan, kimlardir chiqyapti. Alhamdulillah, ya'ni mana bunday qatnovlar yo'lga qo'yilgani asosan aytib o'tganimdek, suriyaliklar o'z vatanlariga qaytib kelyapti va boshqa davlat fuqarolari ham turizm sifatida albatta juda ham ko'p kelyapti. Yevropa davlatlaridan, Afrika davlatlaridan, o'zimiz Osiyo davlatlaridan juda ham ko'plagan turistlar kelyapti. Buni kelib ko'rsangiz bilasiz. Endi bu yerga kelsa bo'ladimi degan birodarlarga aytamanki, albatta kelsa bo'ladi. Shu turizm sifatida bemalol kelib 15 kun kelganingizdan keyin 15 kun muddat bo'ladi. Bemalol aylanib turist sifatida ziyorat qilsangiz bo'ladi. Agar undan da oshiqroq vaqt qolaman desangiz 3 oylik registratsiyadan o'tishingiz kerak. Shunga o'xshagan qonun qoidalari bor. Bu haqida albatta to'liqroq ma'lumot beramiz. Endi hozir aytib o'tishim kerak, askariy jamoatlarga unaqa qabul to'xtagan. Misol uchun jihod qilaman, Suriyaga borib musulmonlarni himoya qilaman degan birodarlarimiz endi u vaqtlar o'tdi. Chunki u paytlar musulmonlar haqiqatan ancha zaif edi bu taraflarda. Endi esa bular hozir mana davlatni fath qilgandan keyin o'zlarining safiga mana bu aholisidan ko'plagan askarlar, ko'plagan ichki ishlar xodimlari qo'shilyapti va ularni umuman adadga bugungi kunda ehtiyoji yo'q. Shuning uchun ham askariy jamoatlar ga qabul qilishlik yoki umuman tashqaridan kelgan birodarlarni askariy jamoatlarga qabul qilishlar to'xtagan. Shuning uchun ham bunday maqsadda emas, albatta balki o'qish maqsadida, tijorat maqsadida kelsangiz, bugungi kunda Damashq bilamiz, eskidan ilm markazi va tijorat markazi va bunga juda ham katta eshiklar bor. Bu haqida ham balki ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar hozir inshaalloh ruxsat berilsa, balki aeroportning ichini ham olib ko'rsatishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana hozir tekshiruvdan o'tib kirdik ichkariga, alhamdulillah ruxsat berishdi. Bu tarafi shu, ko'rib turganingizdek o'zlarini reysini kutib turishibdi va bu tarafga ketishyapti. Dunyoning turli davlatlariga reyslar bor, lekin hozircha asosan qaysi davlatlarga ekanligini bilmayman. Asosan hozir mana Suriyaga kelayotgan o'sha Suriyaliklarni shu tasvirga olishga harakat qilamiz va ko'rib turganingizdek o'zini subhanalloh mana yaqinlari kutib turibdi. Hammasi o'zini yaqinini kutib turibdi. Aeroportdan chiqishligini. Chunki o'tgan safar o'zimni ko'zim bilan guvohi bo'ldim. Subhanalloh. Mana shu joydan kirishligi bilan sajda qilib, yig'lab 14 yil, 15 yil bo'lib ketgan. Va ba'zilari endi yosh katta onalar qaniydi vatanimda vafot qilsam degan niyatlari bo'lgan, kelib gaplashyapti-da, mana vatanimga keldim deb. Haligi nogironlar aravachasida kelganda endi vataniga. Subhanalloh. Ko'plaganlar mana shu yerda kutib o'tirib, hammasi o'zini yaqinlarini. Hay. Assalomu alaykum. Mana. Lekin aytib o'tganimdek o'sha bekka keladiganlarning aksari nimalar? Suriyaliklar. Turizm ham hozir bor qisman, lekin buni juda ham oz ko'rishingiz mumkin. Lekin kelyapti. Aeroportdan biror bir muammo bo'lishi mumkinmi deyishingiz mumkin? Yo'q, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endi misol uchun illo o'zimizni
ya'ni siz yashab turgan yoki siz fuqaroligingiz bo'lgan davlat siz mana shu yerga boribsan kiribsan degan narsani muammo qilmaydigan bo'lsa, bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. O'sha vizasi bor, vizasini olasiz va vizasini ham inshaalloh hammaga beryapti. Vizasini olib turib bemalol kelsangiz bo'ladi. Xavfsizlik jihatlari ham ba'zi birodarlarimizda shubhalar bor. Shuning uchun ham videolarni qilib nima qildik. Hech qanaqa bu yerda bir muammo yoki bir qurolli guruhlar, shunga o'xshagan narsalar yo'q. Bu kuchsiz zali, Alloh alam. Hamma shu Suriyadan qayergadir chiqib ketyapti. Assalomu alaykum. Bu taraf endi mana registratsiya qilishyapti. Assalomu alaykum, shabab. Kifkum? Alaykum. تصور وين؟ وين سوريين؟ تذهب من برا لبرا سوريا؟ ايوه الى اين؟ الى اين؟ الكويت. الى الكويت ها؟ ما شاء الله. الله يبارك فيكم. Shu eskidan o'sha birinchi jihod bo'lgan paytlarda, ya'ni bu yerda birinchi xalq qo'zg'olonlari boshlangan paytlarda aholi ko'p qismi chiqib ketgan. Hozir bu birodarimiz ham Kuvaytga ketgan, ishlagani o'sha paytda. Endi hozir o'sha yerdan bu yerlar fath bo'lgandan keyin ozginaga ijozat olgani keldim dedi. Va yana hozir Kuvaytga ish joyimga qaytib ketyapman deyapti. Mashaalloh. Alloh taolo o'zi mana bu Shom ahlini shuncha bir sabri, sabotiga katta bir mukofot berdi deb o'ylayman. Alloh taolo sabr qadam qilsin. Mana bu ekrandan ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana davlatdan misollar kelib ketyapti. Mana hozir Qatardan, Dohadan kelgan Kuvayt, Sharjah qayerga bilmaymiz. Hatto mana Halab aeroporti ham ishlayapti. Dubay, Doha, Kuvayt, Sharjah, Maskat. Mana shu davlatlardan bugungi reyslar. Endi albatta kelganingizdan keyin bu yerdan sim karta olsangiz ham bo'ladi mana. Yozib qo'ygan. MTN sim kartasi. Kelib bemalol pasportingizga sim karta olib ketishingiz mumkin. Sim karta narxini ham hozir bilib beramiz. Assalomu alaykum. شو مكان شو بيشتغل هون؟ ايه اذا تروح مكان ايوه mana shu yerdan chiqib kelganingizdan keyin bu yerda mana shunaqa joyda birodarlar ishlashadi. Alloh barik fikum. Bular sizga taksi yo'llab beradi. Ya'ni shaharga yetib olishingiz uchun va qaysidir aytgan joyingizga yetkazib qo'yishlik uchun mana shularga murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi bu hamma davlatda bo'lsa kerak. Endi faqat Suriya aeroportini obzor qilyapmiz sizlarni. Assalomu alaykum. Kifak mallam. Pasportingizga kelasiz. Kelganingizdan keyin bu yerdan sim karta olsangiz bo'ladi. 10 gigabayt interneti va ozgina vaqtlari bilan o'sha $4 ga yetmaydigan miqdordagi pul, ya'ni 40 ming Suriya lirasini nima deydi, berib o'sha sim kartani olsangiz bo'ladi. Va mana shu yerdan keyin chiqib ketsangiz bo'ladi. Menimcha sizlar uchun yetarli ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunchalik imkoniyat berishdi video olishga. Bular esa mana shu Suriyaliklar kelsa shunaqa bir tantana bilan kutib oladigan birodarlar ekan. Assalomu alaykum. Halab shabab. Hozir sizlarga taksilarni haqqini ham aytib o'tamiz. Assalomu alaykum. كيفك معلم؟ السلام عليكم. أنت مسؤول التاكسي وكذا ما؟ إيه أيوة. الله يفتح عليكم يا رب. الله يجزيكم خير. Mana shu aeroportdan o'sha Masjid al-Umaviygacha taqriban $22-23 deyapti. Endi Ramazon paytlarida, yalla assalomu alaykum. Alloh yaftar alaykum. Ramazon paytlarida, hayit paytlarida tushiramiz deyapti. $10, $12 gacha tushiramiz deyapti. Lekin ayni momentda $22 ga nima deydi, o'sha Masjid al-Umaviygacha borib qo'yadi. Ayni vaqtda biz Damashq shahrini yaqinida joylashgan bir yerdamiz, ya'ni Jobar mintaqasidamiz. Bu yer haqida sizlarga so'zlashimdan oldin siz bu yerlarni, videolarni ko'rishingizni afzal deb bildim. Zero bu yerni holatini sizlarga tushuntirishlik uchun tillar ojiz.
mana shunday Jobar mintaqasi kabi shaharlar juda ham ko'p. Bular 2011-yilda o'sha xalq qo'zg'alib chiqqan paytlarda Bashar Asad rejimi jangarilar tomonidan qamal ostiga olingan va mana shunday og'ir ravishda bombardimon qilingan. Mana shu holatda ular 7 yil, 8 yil davomida bu zolimlarga qarshi sabot bilan turishgan. Endi 2018-yilda sulh qilingan va sulhga binoan nima qilingan? Mana bu yerdagi xalq shimolga Idlib mintaqasiga chiqib ketishlik kerak bo'lgan va shu asnoda butun aholi bu yerdan mujohidlar Idlib mintaqasiga chiqib ketadi. Endi eng e'tiborli tarafi shuki, birorta xalqdan bo'lsin, biror bir mujohiddan bo'lsin, hech qaysi biri Bashar Asad tarafga o'tib tavba qildim, meni kechiringlar degan narsani qilmasdan, balki yanada o'zini kurashini davom ettirishlik uchun nima Idlib mintaqasiga ketadi. Bu yerdagi holatlar juda ham og'ir bo'lgan birodarlar. Zarin gazi haqida eshitgan bo'lsanglar kerak. Mana shu yerda mintaqalar bor, o'sha yerlarga zarin gazlari tashlangan. Juda ham ko'plagan 2000 ga yaqin, 3000 ga yaqin musulmonlar o'sha zaharli gazdan shahid bo'lgan. Mana shunday og'ir sharoitda bo'lsa ham ular mana shunday o'zlarining yo'lida sobit turgan. Men aytgan bo'lardimki, birodarlarim, bunaqa buzilgan binolarni ko'rib shukr qilishimiz kerak degan nima deydi? Mana shu holatlarni ko'rib shukr qilishimiz kerak degan bir o'zimizga taassurot qoldirmasligimiz kerak. Bu yerdan oladigan motivatsiyamiz juda ham ko'p. Ulardan biri mana bu xalq sobit qadam bo'ldi. Zolimlarga qarshi oxirigacha turdi, taslim bo'lmadi. Hattoki Idlibga chiqib ketdi uylarini tashlab, lekin mana bu zolimlarga bosh egib bormadi va Alloh subhanahu va taolo ularga juda ham katta nusrat berdi. Mana shu yerga kelib, mana shunday katta bir motivatsiya deymizmi? Shunga o'xshagan katta bir kuch olamiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu Shom ahlidan o'zi rozi bo'lsin. Ayni damda bu yerda aholi qisman yashaydi. Mana bu aholi ham mana shu yerda yashagan aholilardan. Assalomu alaykum, ana shabob. Lekin bunday mintaqalarda yashab olmaydi mana. Ko'rib turganinglardek, bu mintaqalarga, xosatan mana shu mintaqalarga juda ham katta, balki bir necha milliard dollarlar talafot etgan. Lekin albatta har bir qorong'uni bir tongi bor deganidek, inshaalloh mana bu yerlar yana obod bo'ladi, balki undan-da, oldingidan-da yaxshiroq holatga kelishligini Alloh subhanahu va taolodan so'rab umid qilib qolamiz va mana bu yangi hukumatdan Alloh subhanahu va taologa, ya'ni duo qilamizki, Alloh subhanahu va taolo bularning yordamchisi bo'lsin. Shumi sahar? Abbos shu. O chek borani, chekni ham olib qo'ymizmi? Ayni damda biz o'sha Ummaviylar maydoni deb atalgan katta Kurgovoydamiz. Ko'rib turganinglarda bu yerda ramziy ma'noda qilich qo'yilgan. Endi buni tarixini o'rgandim, nima uchun qo'yilgan. Ba'zi bir manbalarni aytishi bo'yicha bu o'zlarini quvvatini, o'zlarini harbiy g'alabalarini doim eslatib turishlik uchun ramziy ma'noda Damashq qilichini ramzi qo'yilgan. Ya'ni Damashq qilichini bilamiz tarixdan, aytib o'tdim. O'zini po'lat qilichlari bilan butun dunyoda mashhur bo'lgan qilichlardan bo'lgan va dunyoning eng yaxshi qilichi nomini ham olgan qilich bo'lgan. Shuning uchun ham shunday qo'yilgan degan manbalar ham bor va ba'zilardan eshitdim, bu qilich Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning ramziy qilich qilib qo'yilgan degan shunday bir ma'lumotlar ham bor. Ya'ni Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu boshchiligida mana bu Damashq shahri fath qilingan va o'sha sahobani Fotih sahobani qilichini ramzi o'laroq mana shu qilich qo'yilgan deb ba'zi manbalar shunday ma'lumotni berishdi. Muhimi juda ham bir ajoyib, juda ham bir chiroyli maydon. Albatta kelgandan keyin ko'rishinglar kerak bu joyni. Xosatan mana bu qilichda rasmga tushishinglar kerak esdalik uchun. Hamma ham Parijlarda, qanaqadir bir joylarda rasmga tushiribdi, lekin islomni shonli tarixiy bo'lgan mana bunday joylarda albatta kelib, o'zingiz uchun bir esdalik qilishlik uchun bunday joylarga kelib rasm tushishlik kerak.
va farzandlaringizga mana bu yerning tarixini albatta so'zlab berishingiz kerak. Endi esa mana bu maydonni drondan olingan videolarni qo'yamiz. Albatta ko'rib maza qiling. عادت وعدنا عاشقين فيا ترى من كان أكثر يا دمشق تصبرا جئناك شوقا حاملي أرواحنا بأكفنا فلتغفري ما قد جرى. Sizlar uchun yana bir ma'lumot bermoqchiman. Biz ayni damda, ya'ni men ayni damda hozir Abbosiylar qurugidaman. Ya'ni bu yerda Sahatul Abbosiyya va Sahatul Umaviyya degan ikkita katta quruq bor. Ya'ni Abbosiylar va Umaviylar degan. Mana bu Abbosiylar qurugi hisoblanadi. Hozir Umaviylar qurugini ko'rsataman. O'ziga xos ajalib turadigan bir joy. Qaranglar, subhanalloh, bularning tarixini o'qisanglar, biror bitta tarixida yoki mana shu hozir so'rasanglar, birortasidan Thomas tanisanmi desangiz, hech kim tanimasa kerak. Hozir misol uchun bizda Spitamen yoki Muqanna shunga o'xshagan islomga qarshi chiqqan shaxsiyatlarni bobolarimiz, bizning qahramonlarimiz yoki misol uchun mana bu tarixda o'qitiladi Rofi ibn Lays qo'zg'olonlari, Mazdaklar, xalq ozodlik uchun kurashgan qahramonlar deb o'qitiladi bugungi kunda. Bugun mana shu insonlar o'sha Vizantiya imperiyasini o'sha paytdagi Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu fath qilmasdan oldin Damashqni valisi bo'lgan, ya'ni hokimi bo'lgan Tomaslarni birov eslamaydi bu yerda. Bu yerda uni umuman tarixda nomlari qolmagan. Lekin mana bu Damashqni gullatgan, mashhur qilgan Abbosiylar, Ummaviylarni bular o'z tarixida saqlab qolgan. Qani bizda mana shunaqa bir subhanalloh, nima deydi? Shunaqa tarix avlodlarimizga eslatilyaptimi? Arablar bosqini, arablarning zulmi, mana shu to'g'risidagi darslar berib boriladi. Bizning avlodlarimiz shu narsalarni o'rganishlik kerakmi? Balki ularni qahramon deb bilishlik kerak emasmi, birodarlar? Bugun misol uchun qarang. Mana bu yerda Xolid ibn Valid, Salohiddin Ayyubiyni xotiralariga bag'ishlab, endi men misol uchun ularni to'g'ri deb bilmayman, haykallar qilgan. Lekin qani mana shu yerda haligi biz vatanimizda mana shunday bizni diyorlarga islomni olib kirgan insonlarni bir ramziy bir tarixini eslatib turadigan biror narsa bormi? Illa ulardan yomon nomlarnigina mana shunday qilib yolg'onlarni to'qib bugungi yoshlarga tarixdan dars berishadi. Misol uchun Rossiya nimada O'zbekistonda ruslarni eski bilsanglar o'sha ziyoratgohi bor. Ular kimlarga tegishli? O'sha O'rta Osiyoni bosib olishlikda ota-bobolarimizni o'ldirib, onalarimizni o'ldirib yoki ularga tajovuz qilib O'rta Osiyoni qonga botirgan ruslarni ramziy yodgorligi bor mana Toshkentda. Unga hech kim hech narsa demaydi. Hech kim buzib ham tashamaydi. Bir oriyati ham yo'q. Bir hukumatda, ya'ni bir shu narsalar turishi kerakmi? Bizni bobolarimizni o'ldirib, bu diyorlarni qonga botirgan ruslarni ramziy bunaqa ziyoratgohi, yodgorligi nima uchun keragi bu? Nima keragi bor bizga uni? Uni o'rniga Qutayba rahimahullohni yoki shunga o'xshagan katta fotihlarni yodgorliklarini yoki bir ularga oid bir ramziy bir quruqlar qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Ming afsus. Mana shu Abbosiylar qurugi. Ajib, bular juda ham ko'p bunaqa quruqlarga ega. Hozir aytganimdek Sahati Umaviylar nimasi katta qurugovoy bor. Undan tashqari boshqa yana shunaqa qurugovoylar bor. O'zlarini shunaqa ramziy qahramonlarini nima qo'yib ketgan. Endi men hozir aytib o'tganimdek haykallarga zamasman, lekin haykallarni qo'yib o'zlarining tarixini yosh avlodga bildirishlik uchun harakat qilganda. Menimcha O'zbekistonga bu narsa kerak, xossatan Toshkentga. Hech bo'lmaganda Qutayba rahimahullohni qilichini ramziy ma'nodagi bir katta bir haykal qilib Toshkentda o'rtasiga qo'yishlik kerak. Men shunday deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shalom aka. Davlani. Kamera. Xayrlashing.
كل القلوب مؤزرا يا جيش إدلب يا طلائع فتحها كبر وأقدم غاضبا ومزمجرا يا جيش إدلب يا طلائع فتحها كبر وأقدم غاضبا ومزمجرا كالسيل أو كالليل يقطع دابرا للظالمين وللشام مبشرا